Hammaga salomlar. Sizlar va men Shahriyor, sizlar Shahriyor Minecraft kanalisizlar va bugun biz sizlar bilan kanalimda yangi rubrika syujet va bu syujetni ustida mening jamoam o'ta ko'p vaqt sarfladi. Shuning uchun ularga katta rahmat deymiz va bu syujetli kartani o'tishni boshlaymiz. Qani bo'lsam ketdik. Do'stlar, sizlarga syujetni tushuntiraman. Syujet bo'yicha biz shahardan qishloqqa amakimizning yoniga keldik. Hozirchalik men bilgan yagona narsa shu va menga skin tayyorlab qo'yishdi. Jamoamga katta rahmat. Yangi skin uchun syujetda shunday qandaydir bir bolaning rolini o'ynayapman. Shahriyor, men просто nima desam ekan? Shunaqa. Minecraft skin medni galamidi mayli, xo'sh ko'raylik syujet qanday ekan. Yaxshi. Karta yaxshi ekan, zo'r qurishdi. Endi qasrni bilmayman, hozir katta joyim bor ekan. Inson gaplashsa bo'ladi. Xo'sh, hoppa, gaplashib ko'raylik. Notanish inson. U aytayapti. Salom. Sen kimsan? Oldin seni ko'rmagan edim. Biz. Ha, men amakimnikiga keldim shahardan. Ha mayli, meni charisma ishlashim kerak. Chalg'itma bo'lsa kerak, charishma. Endi shevasar boshqacha bo'lsa kerak-da. Do'stlar, anu qasrga borib ko'raylikmikan? Qishloqni keyin o'rganaveramiz. Hoppa. Xo'sh. Bular kim? Robotlarmi? Robot. Keting, iltimos. Nima derkan? Kiring, iltimos dermagan. Hoppa, qani gaplashib ko'raylik-chi. Iltimos, keting. Bir-birining gapini teskarisini aytishar ekanda. Mayli do'stlar, ketdik bo'lmasam. To'xtanglar. Mayda kimdir ham bor ekan. Kim bu? Sen kimsan? Xo'sh. Leo. Xalaq berma, men ishlayapman. Tushundik. Mayli do'stlar, ularga xalaq bermaymiz, o'zlarining ishini qilaverishsin. Hoppa, ketamiz. Biz hozir qayerga borishimiz kerak degan savol bor-da. Men oldinlar bu yerda bo'lmaganman, shuning uchun ham qishloqni o'rganamiz. Hozir do'stlar, bo'ldi, hammasini aniqladim. Hop, ketaveramiz. Hozirchalik gidda taxminan shu yerga borishimiz kerak ekan. Hoppa deymiz-ku. Xo'sh, sakraymiz. Gidda mana shu yerimiz. Hamma yoq devor, bu yerda esa qandaydir yorug'mi, nimadir bor ekan. Mayli, buni tushunmadik. Bizning amakimizning uyi taxminan shu bo'lish kerak. Qani gaplashib ko'raylik-chi, kiraylik-chi bilandir. Mana bu kim? Salom jiyon, ketdi o'qibsan. Siz kimsiz? Men amakingman. Amakim? Albatta, nima tanimayapsanmi? Yo'q. Men amakim esa inson edi, oxirida ko'rganimda. Undan so'ng oradan qancha yillar o'tdi? Ko'p o'tgan bilinib turibdi. Qanasiga mishqalam qoldingiz? Bu uzun voqea. Junglarni bilasanmi? Bilaman. Mayla piramidasi bor-ku, O'shanga chiqdimda bitta sirli artefakt topib qo'ydim, mishqalam qoldim. Tushunarli. Men bo'lmasam sal joyimni ko'p chiqay tepadami men joyim? Albatta. Chiqaver xohlagan joyingizga. Amakimiz sal g'alatiroq ekan, lekin mayli. Qishloq o'zi yomon qishloqqa o'xshamayapti. Mayli. Bo'pti. Joy yomon emas, faqat divan pastda ko'rdim esimda bo'lsa. Bu yertlar bor ekan, mana bunday qarasa bo'ladi, yaxshi yomon emas. Qolmishlar. Bo'ldi. Emas, bu amakimiz yoniga tushamiz. Uy sal torroqgina, senga shu haqida gapirmoqchi edim. Yo'q, men eshikda yotib qolish niyatim podvalman, aytdim. Xullas, kun botyapti, mayli, eshitib tur. Hop. Menga hokim, ya'ni qirol yer berdi. Menga ikkita yerni nima keragi bor, to'g'rimi? Bittasini senga bermoqchiman. Uy qur. Ana tashqaridagi joyda aytyapsizmi? Albatta. Bunday qo'ydi. Mayli, bo'lmasam quraman. To'xta, nima? Kechqurun ishga chiqmasligini maslahat berardim. Ertaga qur. Ertaga? Ertaga. Mayli. Qochishloqqa men joyim bor. Xo'sh do'stlar, ko'ramiz qani. Xo'sh, hoppa. Turamiz. Mayli, bo'lmasa men qurishni boshlayman. Qo'rqma, senga hammasini tayyorlab qo'yganman. Qani? Chegaradan chiqsang, sandiq bor o'shaning ichida. Tushunarli.
Xo'p. Mana bu yerga chiqamiz, mana bu yerga chiqamiz va где-то mana shu yerda bu do'stlar, skeletmi? Skelet va qon. Keta bolalar meni sal qo'rqityapti, chunki bularni kella sindirib qayergadir olib qo'yaylik-da. Menga yoqmayapti do'stlar bu. Hoppa. Sindirib qo'yamiz. Do'stlar bu qon emas, redstone ekan. Ha, qo'rqib ketdim. Hoppa qilamiz. Va skeletni bo'ptani yoz. Hoppa. Bunday qilib yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Endi biz uy qurishimiz kerak. Bu nima? Redstone ni ochiq olib qo'yamiz. Bolta, qilich va bular nima? Kiwi, apelsin. Qornim ochmasin, mayli ko'raychi. Shirin ekan. Mayli, hadi yo'rmaylik. Yasab, sekin uyni qurishni boshlayveramiz, do'stlar. Hop. Ana. Hoppa. Ana. O'z o'ylab qolsa, kiwi bilan non kerak emas hozirlik. Apelsinga qornim to'yib turibdi. Ana. Hop, verstak kesamiz va shunga o'xshamaslarni esaveramiz. Uy qurish uchun bizga albatta tosh kerak bo'ladi, do'stlar. Daraxtdan muammoimiz yo'q. Endi birorta kon topib ishimiz kerak. Yaqin atrofda lekin konga ko'zim tushgani yo'q. Ana bu yerda toshli joy bormi-da yo graviy bo'lsa kerak. Graviy ekan. Bu yoqqa ketgim kelyapti. Uzoqqa yo'qolib qolishni istamayapman. Shuning uchun ham shu yerda bir kichik qo'lbolash kon quraveramiz. Uyimizning ichida-da. O zaman verstak quraylik-da. Verstak mana. Verstakni ochsak mana maytroq qo'yib turaman. Sizlar o'zi menga berilgan uchastka qayda? A few moments later. Va mana bu yerga. Do'stlar, ana endi bu mening o'zimning shaxsiy territoriyam. Va birovning bu yerga kirish mumkin emas. Xo'sh, uy ham qurishim kerak. Hozirchalik tun tushgani yo'q. Vaqtimiz bor, do'stlar. Yaxshilab qarashib qolibdi endi. Yagona mana bu gullarni sindirishimiz kerak. Faqat shu yerni sindirib olmasak bo'ldi. Gul va o'tlarni yo'q qilish kerak. Tun tushyapti, do'stlar. Lekin bu bizni to'xtata olmaydi. Mana. Maykel qo'ydim. Hoppa. Bunday qilib hozir o'rniga ketdi ana. Hop, yana qayta to'g'rilash kerak. Tun tushdi. Bizga daraxt kerak bo'ladi. Ketdim, jijja daraxt kavlab kelaman yana. Tun tushyapti, do'stlar. Kirga uxlasam bo'lardi-yu, mayli ketish xo'sh. 2000 years later. Stop, mayt, yorug'likmi? Lava bo'lsa kerak. Omadimizki do'stlar nima bo'lyapti? Hech kim ko'rmasligidan oldin hammasini ko'mishim kerak. Nima do'stlar? Nimadir bo'lyapti, maytda qandaydir chol qo'lda lopata bilan nimadir qilyapti, do'stlar. Do'stlar, shu yerda birinchi qism tugaydi. Ikkinchi qism bo'lishi sizlarga bog'liq. Bu videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariy yozib qoldiring. Men nima qilay? Chol maytda nimadir ham qilyapti. Aralashaymi yoki sekin cholni kuzataymi yoki shunchaki orqaga qaytib ketaymi? Chunki bu yerda borish safar qo'rqinchli. Hamma sizlar men Shahriyor edim va bir bilinmagan qariya chol edi. Hammaga xayr do'stlar. Kommentariy yozing va videoga like bosing. Hammaga xayr.